Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan Real Madrid hamda Barselonaning sharoiti qaysi yo'lda ketayotganligi to'g'risida kichkinagina suhbat o'tkazamiz. Real Madrid o'zining bugungi kun kelib media va marketing bo'limi orqali juda katta daromad ko'rmoqda. Bu o'zining Galacticos proyektining bir bo'lagi hisoblanadi. Bu jamoaning futbolkadagi titul hamda texnik sponsorlar bilan umumiy hisobdagi HP, Emirates va Adidas firmalaridan 300 millionlik yangi shartnoma tuzayotganini bilsangiz ham bo'ladi. Bu butun futbol olamidagi eng katta shartnoma bo'ladi. Undan tashqari, jamoa 2025-yilda 1 milliard 180 million dollar foyda ko'rgan. Ayni bu reytingda esa Barselona ikkinchi o'rinni egallab turibdi. 989 million dollar bilan. Barsaning stadioni Camp Nou to'liq rekonstruksiyadan chiqqandan keyin bu summa yana oshadi. Faqatgina kichkinagina muammo bor. Barselona bu summadan to'liq foydalana olmaydi, chunki jamoaning qarzlari hamda kreditlari shu darajada ko'pki, jamoa bu summadan to'liq foydalanish imkoniyatidan kelajakdagi 10 yil cheklangan. Barselona jarayonida o'zining TV hamda media proyektlarini, aksiyalarini sotishga ham majbur bo'lgan. Shuning uchun uning mediadan olayotgan daromadi ancha pastroq bo'ladi. Bugungi kun kelib Barselonaning oylik byudjeti bor yo'g'i 426 million. Real Madridda bu 760 million, Atletico Madridda esa 390 million. Atletico Madrid bilan deyarli bir xil oylik byudjetiga ega jamoa. Hozirgi kun kelib Barselona, lekin shunday bo'lsa ham, hozirgi kun kelib Barselona 1+1 kategoriyasiga o'tib olgan. Laporta kelguncha esa bu 4+1 edi. Ya'ni 4 ta o'yinchi sotish kerak edi, bitta o'yinchini registratsiya bilan o'tkazish uchun. Real Madridda bu 754 millionlik byudjet hamda bu aynan shuning uchun jamoa o'zini erkin his qilishiga ham olib keladi va jamoa bemalol bir transfer o'ynasida Michael Olise Bavariyadan, Hollandni Manchester Citydan va Enzo Fernandesni Chelseadan sotib olish imkoniyatini ham beradi. Ya'ni bu katta transferdan tashqari katta oylik byudjet ham degandir. Barselona esa La Masia hozirgi kunda o'yinga qaytarmoqda desak bo'ladi. Bemalol Yamal, Fermin, Gavi, Balde, Gerard Martin va Kubarsi jamoaning asosiy o'zagini tashkil etadi. Eng muhimi, bu futbolchilardan asl kollektiv yig'gan bosh murabbiy Hansi Flick bo'ladi. Hansi Flick jamoaning shakllanishida katta rol o'ynadi. Realda kimdir aytgan edi, Real bu katta ishxona, dunyoning eng zo'r ishxonasi. Bu yerga kelasan, sen foyda olib kelasan, senga barcha sharoit yaratib beriladi. Как только foyda olib kelishni to'xtatishing bilan sen u yerga kerak emassan. Xuddi shunday proyekt haligacha ishlamoqda. Sen Galacticos proyektisan. U yerga sen kelasan, foyda olib kelasan, foyda olib kelishni to'xtatganing bilan sen bilan xayrlashadi. Jamoada bugungi kunga kelib dunyoning eng zo'r futbolchilari o'ynaydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mbappe, Bellingham, Vini, Valverde, Courtois, Carvajal, Rudiger va juda ham ko'plab shunday futbolchilar. Ularning barchasi Yevropaning eng zo'r jamoalaridan sotib olingan o'yinchilardir. Ularning ichida bor yo'g'i bir nechta donagina akademiya futbolchisini topishingiz mumkin. Akademiyadan chiqish bu Real tarkibiga kirish juda ham qiyinligini bildiradi. Har bir pozitsiyada bitta yoki ikkitadan eng zo'r futbolchilar to'p tepgandan keyin yosh bola u yerga kirish juda ham qiyin bo'ladi. Barsa bir oila shioriga qaytib, akademiyasiga juda ham katta e'tibor bermoqda. Real o'z tarkibiga faqat Yevropa va dunyoning eng zo'r o'yinchilarini olib kelish bilan band va bu Galacticos proyekti hisoblanadi. Muhimi, Real muxlisi bo'lsam ham bunday muammolardan Barselonani tezroq chiqib olishini tilakdoshman. Chunki raqobat jamoalarning o'sishiga olib keladi. Buni Chempionlar Ligasida ham ko'rmoqdamiz. Hammaga omad tilagan holda o'z fikringizni kommentariyada qoldiring.